Xolodesiz manikiga o'xshab qattiqqina bo'lib, ranglari yaltirab, hidsiz bo'lib chiqishi uchun tuyoq ovotganda hech qachon adashmang. Ko'rib turganingiz molli old oyog'i kaltaroq va baqaloqroq, xolodez uchun eng hidsiz joyi. Bunisi esa mol tug'ilgandan beri peshobda yeb turadigan orqa oyoq xolodesizni sassiqqina bo'lib chiqishiga sababchi bo'ladi. Albatta biz molli old oyog'ini tozalab, yuvib, bo'laklarga bo'lib, bitta qaynatib suvini to'kib tashlab, keyin kachalka go'shtlarini solib qaynatishga qo'yamiz. Shunda tuyoq yana ham tozalangan bo'ladi, go'shtga ortiqcha hidlari o'tmaydi. Bitta katta tuyoq va 1 kilo kachalka go'shtga 10 litr suv, lavrovelis, qora murchlarni solib 8 soatga miltillatib qaynatib qo'ydim. 5-6 soatdan keyin ilvrab ketgan go'shtlarni ko'tarib olib, tuz, chesnok solib, go'shtlarni maydalab to'g'rab, yana sho'rvaga solib, dalsha qaynatishingiz mumkin. Shunda hamma mazasi bir-biriga o'tib, juda ham mazali bo'ladi. Pishgan xolodeslarni shunaqa idishlarga solib qotirishga qo'yamiz. Anor, panor, tuxum, o'zingiz xohishingizga ko'ra, lekin menga hech narsa solinmagani yoqadi. Devorga otib olsangiz ham sochilib ketmaydigan yaltiroq hidsiz xolodeslarimiz tayyor. Oshxonangizdagi idishlaringiz ham xuddi shu xolodesga o'xshab yaltillab turishini xohlasangiz, Germaniya mahsuloti bo'lgan, hozirgi kunda trendga chiqqan Bavi Super Очистительdan foydalaning. Kiyimlardagi 1 yillik dog' va ruchka izlarini ham qaynoq suvga bitta yutib olsangiz, shilib tushiradi. Ortiqcha hidlari yo'q, perchatkasiz ham bemalol foydalansangiz bo'ladi.